Xo'p, qaraylik endi boshlaymiz. Viewlar nimaligini ishdan boshlaymiz. Xo'p, viewlar nima? Qanaqa qarayapti? Shohruh, ko'zlashamiz. Joylasha oling. Xo'p, viewlar degani bu ancha lightweight, ya'ni yengil obyektlarning to'plami bu viewlar. Yengil bo'lgan obyektlarning to'plami collection va map interfeyslaridan implementatsiya olgan. Alohida bitta collection deya olmaymiz, to'plam deya olmaymiz-ku, lekin o'sha to'plamga o'xshagan, collectionga o'xshagan narsa ancha yengil bo'lgan obyektlarning to'plami. Ancha yengil bo'lgan obyektlar bilan ishlash view deyiladi. Xo'p, hozir buni gapni isbotini hozir men bitta kod bilan ko'rsatib beraman. Ya'ni nima uchun yengil bo'lgan obyektlar bilan ishlash, ya'ni nima uchun yengil bo'lgan obyektlarning to'plami, buni tushuntirib beraman. Xo'p, bu yerda boshqa joyda hozir men bu view degan kalit so'z bilan ishlamaymiz. Mana shu yengil bo'lgan obyektlarning to'plami prosta view deb nomlanadi. Endi qaranglar. Mana bu joyda hozir array list yaratsam, array list masalan string tipida yaratsam, array listni new array list deb turib yaratdim. Va mana shu yaratgan array listimni bu yoqda bitta metod yaratib, o'sha metodga berib yubora olamanmi? Berib olsa bo'ladi. Bu yoqda demak metod yaratib ko'ramiz. Public yozib o'tirishim shart emas, static yozamiz. Static masalan void bu bitta metod. Metod bu parametrida chalashdi. Xo'p, agarda mana bunaqa qilib prosta list yozsak, mana bunaqa string tipidagi prosta list bo'ladigan bo'lsa, listni olib olamiz, import tildan. Qaytadan yozib bular bo'lyapti. Nima aytadi? Naqot Nozirxon bir narsa tegyapsizmi degan o'sha. Bo'ldi, normal. Hop, metod ochdik. List yaratamiz. String tipida bo'lsin, string tipida bitta list deymiz. Mana shu metodga kirib keladigan bo'lsa, metodda demak nimadir chiqaramiz shu yerda masalan out. Faqatgina masalan mana shu listning get qilib 0-indeksini chiqaramiz desak, faqatgina bitta narsa kirib kelsa list orqali masalan. Endi qaranglar, mana shu yerda array list ochdimda, array list endi xotiradan qancha bo'lib ochilar ekan o'zi bu array list. Mana bu joyda mana array list ochilgan obyektiga boramiz. Array list ochilgan, default capacity necha edi? Default capacity 10 bo'lar ekan. Ochgan paytimiz 10 xonali hozir bitta array ochdimi shunda bizada? Hali hech narsa solmadik unga, balki solmasmiz uni ichiga hech narsa. Balki bitta narsa solarmiz. Balki hech narsa solmasmiz uni ichiga, lekin hech narsa solmasak ham, bitta narsa solsak ham shu 10 ta joy oladimi xotiradan? 10 ta joy olishi aniqmi? Bu aniq array ochiladi, shunaqa qilib array ochilib qoladi. Masalan, deylik, mana bunaqa desak. Tak, hozir kodda bitta narsa tushuntiraman. Qaranglar. Masalan, user qanaqadir user bitta dasturda registratsiyadan o'tyapti. Masalan, qaysidir odamlarning hobbisi bor, qaysidir odamlarning hobbisi yo'q. Qaysidir odamlarda bitta hobbi bor, qaysidir odamlarda 5 ta hobbi, qaysidir odamlarda umuman hobbi yo'q, to'g'rimi? Endi o'shanaqa joyda masalan bitta odam registratsiya bo'lyapti-da, umuman hech qanaqangi hobbi, mana hobbing, ismingizni kiriting dedi. Xolos boshidan keldik. Ismingizni kiriting, telefon raqamingizni kiriting. Endi hobbilaringizni ro'yxatini kiriting dedi. Hech narsa kiritmadi. Yo'q hobbisi, hech narsa kiritmadi-da. Hech narsa kiritmasa ham o'sha hobbilarni saqlaydigan bitta array listni biz ham metodga berib yubordik mana bunday qilib. Bitta array list ochdikda, mana bu metod degan mana metodga mana shu array listni berib yubordik mana shu taqdirda. Mana shu array list ketdi o'sha hobbilar uchun. Mana bu joyda yozsak masalan hobbies deb yozsak. Hobbies deb yozsak-da o'sha hobbiesni qanaqadir ekranga chiqaradigan bo'lsa mana shu yerda. Mana hobbilar. Endi hech qanaqangi hobbisi yo'q bo'lsa ham mana shu 10 ta joy egallagan array ketdimi o'sha yerga? Yo'q ichida, hech narsa yo'q bo'lsa ham 10 tani berib yuboramiz. Ya'ni mana shu narsa uncha yaxshi emas-da, menimcha sal tushunganday bo'ldinglar. Mana shu umuman hech narsa hobbisi yo'q bo'lsa ham mana shu og'ir obyektni metodga berib yuboryapmiz biz.
birinchidan xotiradan 10 ta joy olyapti, ikkinchidan og'ir obyektni metodni parametrda berib olyapmiz. Sal shu yerda xotiradan tejash bo'yicha problema bo'ladi, memory management bo'yicha. Ikkinchi navbatda o'sha tezlik bo'yicha ham problema bo'lishi mumkin, chunki parametrda og'ir bo'lgan obyektni berib olyapmiz. Array list. To'g'rimi? Shunaqa narsa qildik. Endi agarda umuman hobbisi yo'q bo'ladigan bo'lsa, biza nima bor? Empty list degan tushuncha bor, empty list. View tushunchasi shu narsada. View degan, boshida nima dedik? View bu ancha lightweight object hisoblanadi, ya'ni yengilroq objekt. Yengilroq obyektlarni to'plami desak ham bo'ladi. Mana shu narsa view mana. Collection frameworkda mana shu narsa bor, mana lightweight object deb yozib qo'yibdi o'zi mana. Bu implementatsiya olgan collection bilan map interface'lardan mana. Endi viewlar, buni view degan kalit so'z yo'q aslida, empty list degani bor. O'sha empty listdan boshlaymiz. Empty list. Demak, mana bu narsa hozirgi aytgan holatim uchun yaxshi emas ekan. Qaysidir odam registratsiya bo'lyapti dasturda, o'sha hobbilarni kiritadigan joyda agar hobbisi yo'q bo'lsa, biz boshqacha usul qilishimiz kerak. Hobbisi bor bo'lsa biz bitta usul, hobbisi yo'q bo'lsa bitta usul, hobbisi bir dona bo'lsa boshqa usul, yana bitta usul. Endi hobbisi yo'q bo'lsa nima qilmoqchimiz biz? Qaranglar, hobbisi yo'q bo'ladigan bo'lsa, bitta list ochamiz. String tipida bo'lsa, mana bu joyda hobbies deymizda, barobar deb turib, mana shu joyda hobbilarni saqlash uchun biz mana bu joyda endi baribir mana bu metod hobbisi bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham hobbilarni chiqarib beradigan metod deylik mana buni. Yoki mana bunaqa deymiz ana, print hobbies. Hobbilarni forda chiqarib beradigan metod bo'lsa, masalan, string tak bitta s deymiz prosta. Keyin ana hobbies degan yerni aylanadi, ya'ni listni aylanadi. Aylanib, soatdan shu s ni chiqarib beradi bizga. Xo'p, biza kod yozib qo'yganimizdan keyin baribir mana shunga berib yuborishga to'g'ri keladi-ku. Mana bu print hobbiesga mana shu listni berib yuborishimizga to'g'ri keladi baribir. Kod yozib qo'yganmiz. Endi hobbisi bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham o'sha print hobbies degan metod ishlashi mumkin. Endi o'sha yerga agar hobbisi registratsiya bo'lgan odamning hobbisi yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz ham mana shu new array list qilmaymiz-da. New array list qilsak, boya ko'rganimizdek 10 ta joy ajratib qo'yar ekan. 10 ta joy ajratib qo'yadi. Bunaqa qilsak bo'lmaydi. Biz endi nima qilamiz? Biz bu yerda collections degan bitta interface bor, collections. O'sha collection interface emas bu, collections bu nima bu? Class bu collections mana. Bu class collections. Collection o'zi interface. Collection esladimi? Collections bilan collectionning farqi bor-da. Mana collections bu class, bu classning ichida o'sha collections frameworkiga aloqador bo'lgan metodlar bor. Collection u interface, to'plamlarning eng tepasida turgan otasi collection, o'shandan implementatsiya olib ketgan. Endi collections klassining ichida empty list degan bitta mana bunaqa metod bor, empty list. O'shani yozamiz. Ya'ni mana hobbies degan listga collections ichidan empty list degan bitta metodni chaqiradigan bo'lsak, pustoy bitta listni solib qo'yadi mana shunga. Xotiradan hech qanaqangi joy egallamaydigan listni solib qo'yadi. Va o'sha listni mana nimada bemalol shunaqa berib olib qo'ysak bo'ladi mana qilib hobbies degan. Mana to'plamni listni bemalol berib olib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir mana bu print hobbies degan metodga berib yuborgan paytimiz hozir lightweight obyektni berib yubordik-da, hozir mana yengil obyektni berib yubordik. Hobbisi yo'q bo'lsa ham 10 ta joy egallatib turib 10 ta joy egallagan obyektni berib yubormadik-da. Hobbisi yo'q bo'ladigan bo'lsa empty list berib yubordik. Mana bu joydan. Siz endi sizlar o'ylashinglar mumkin, bu yerda hobbisi yo'q bo'ladigan bo'lsa null berib yuborsak ham bo'lardi-yu deb o'ylashinglar mumkin, lekin null bilan problemalar ko'pda. Null bilan null berib yuborib turib yechimga erishib bo'lmaydi. Bu yechim emas bu. Bu yechim emas. Biz mana shunaqa empty listni berib yuborishimiz kerak. Sababi imенно mana shu joyda hobbiesga yo'q bo'lsa shunaqa empty list kirib keladi. For aylanmaydi, u empty bo'lgandan keyin hech narsa chiqmaydi. Agar masalan 5-6 ta hobbisi bo'ladigan bo'lsa, biz boshqa ochamiz masalan. If else qilib qaysidir bittasini tanlaydi. Umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa mana shu empty list tanlanadi. 3 ta, 4 ta, 5 ta hobbisi bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir array list ochiladi. Array listga saqlanib turib bu berib yuboriladi. Agar bitta hobbisi bo'lsa, yana sal boshqa chorog'i bor endi. Single list degan bor, single column. Pustoy. Mana qaranglar endi. Mana bu empty listning ichiga kirib ko'rsak ham bo'ladi. Mana empty listning ichiga mana bu metodga kiramiz. Bu collections klassining ichidagi bitta metod mana. Demak, generic ekan-a?
generic mana empty list. Xullas mana bunaqa list qaytaradi-da mana return type. List qaytaradi. Empty. Xo'p, return qilyapti nimani? Mana bunaqa list ko'rinishida empty listni return qilyapti. Bu empty listga borib ko'ramiz endi. Empty listga borsak, mana empty list yangi obyekt yaratyapti new empty listdan. Xo'p, new empty listdan yangi obyekt yaratyapti-da, mana shu empty listga borib ko'ramiz endi bundan ustiga. Borsak, bu mana class ekan, qaranglar. Private static class bu inner class ekan. Collections degan klassning ichidagi bitta inner class ekan, empty list degan. Buni ichida nimalar bor, qaranglar. UID'si o'ziniki bor ekan, xullas iterator bor ekan, iteratorni keyin ko'ramiz, o'tamiz buni. Size nimani return qilyapti? Nima uchun 0 return qilyapti shunda? Chunki bu empty list bu. Size shundoq ham 0 return qiladi. IsEmpty degan metodi bor. IsEmpty. True'ni qaytaradi. Nima uchun? IsEmpty. O'zi shundoq ham pustoy bo'ladi. Endi metodlari ham yengil-da, qaranglar, metodlari ham yengil. Nimanidir ish bajarib, qarab o'tirmaydi. Metodlari ham yengil. Clear degan metodda hech narsa qilmayapti. Shundoq ham boshqa o'zi. Shundoq ham contains bo'lsa false qaytaryapti shundoq ham. Agar ana masalan array list bo'lganda nima qilardi? Array listni contains metodi qidirardi, to'g'rimi? For aylanib ichidan qidiradi. Bu empty list bo'lgandan keyin mana shundan ko'rsanglar bo'ladi, juda yengil obyektda bu. View degani shu narsa shu. View deganinglarda o'sha yengil obyekt ko'zingizlarning oldiga kelsin. Lightweight object deyiladi. O'sha yengil obyekt ko'zingizlarning oldiga kelsa, mana shu narsa mana ichiga kirib ko'rsak, mana contains false qaytaradi. Shundoq ham pustoy bo'lsa, ichida hech narsa yo'q bo'lsa, biz ichidan qidirsak, polygon false qaytaradimi? Xo'p, contains all ham mana isEmpty'ni ishlatyapti, chunki bu isEmpty baribir true'ni qaytaradi-yu. To'xtanglar, mana qaysi isEmpty'ni qaytardi? Boshqasiniki. Xo'p, bu yerga o'tib o'tirmaylik. Endi mana bu toArray toArrayni qaranglar. 0 uzunlikdagi obyektlar arrayni qaytarar ekan, chunki bu pustoyda. toArray bu yerda ham shu narsa. Endi get indeks orqali get qilmoqchi bo'lsak, nima xatolik beryapti? Mana throw new index out of mount exception. Shundoq ham mountga hozir indeksga 0 kirib kelsa nima bo'ladi? 0-indeksda bormi buni element? 0-indeksda ham yo'q, 1-indeksda ham yo'q, umuman yo'q. Demak, get ni ishlatsak, mana shunaqa exception sodir bo'ladi. Equals ham bu endi bir xil ochilgan obyekt bo'ladigan bo'lsa true qaytarishi mumkin, lekin boshqasi bilan false qaytaradi. Hashcode shundoq ham biri qaytaryapti. Remove if false qaytaryapti. Keyingilar replace all sort metodi hech narsa qilmayapti. Nima uchun? Chunki hech narsa yo'q, nimani sort qiladi, to'g'rimi? Sort metodi ham hech narsa qilmayapti. Xo'p, for each bular majburiy ochilgan metodlar ekan. Shunaqa, override qilib qo'yilgan. Chunki ana listga solganimizdan keyin shu metodlar bo'lishi kerak edi. Shu metodlar bo'lgandan keyin agar ishlatilsa ham, qanaqadir narsa bo'lsa ham, mana shu metodga kelib qanaqadir og'ir vazifani tekshirib ketib yurmaydi. Masalan, deylik, isEmpty degan metodni ishlatmoqchi bo'lsa yoki clear degan metodni boshqa array listlarda ishlatadigan bo'lsa, ichiga kirib, masalan, bu for'da aylanib nimanidir clear qilishga harakat qiladi. Ichida pustoy bo'lsa ham, masalan, 10 ta joy bor-ku, 10 ta joyini aylanib tozalashga harakat qiladi. 10 ta capacity'ni aylanib tozalashga harakat qilib qoladi. Bunda yo'q hech narsa qilmay qo'yiladi. Shunaqa. Hozir tushundinglarmi nima bo'lganini? Ya'ni nima deganim? Hozir mana bunaqa array list ochib qo'yganimizda, array listni capacity'si 10 midi? Bunda clear metodini ishlatadigan bo'lsak, clear metodi u arrayning ichidan 10 ta joyini tozalaydi u bor. Yo'q bo'lsa ham, null bo'lib turgan bo'lsa ham bir qator tozalab o'tib ketadi. To'g'rimi? Tozalaganidan keyin o'sha ish bajaradi yo'q qanaqadir. U yengil obyekt hisoblanmaydi shuning uchun ham. Masalan, pustoy uchun pustoy obyektlar. Endi mana bunda clear hech narsa qilmaydi, shunda clearni ishlatadigan bo'lsa hech narsa qilmaydi. Shundan keyin tez ishlaydi va yengil obyekt hisoblanadi. Xullas shular mana empty list. Endi bir dona hobbisi bo'lsa-chi, masalan, hobbilaringizni kiriting desa, masalan, deylik, futbol o'ynash meni hobbim deb turib, futbol deb turib, bir dona hobbini kiritdi. Bir dona hobbini kiritmoqchi bo'lsa, endi boshqacharoq yo'ldan ketamiz. Bunda boshqacharoq list bor, boshqacha view bor bunda. Bunda ham shunaqa list qaytadi, list string, bu yerda ham shunaqa hobby deymizda teng. Bunda ham o'sha collections klassini ichidan
Singleton list qaytaramiz yana. Singleton list. Tak, singleton listni hozir to'xtab turinglar, bunga nima beradi? Collections nokta Bu faqat bitta gapmi? singleton list, singleton map, maplari ham bor, list kerak bizga. Singleton list. Buni ichiga, singleton bo'lgandan keyin o'sha, masalan, futbol o'ynashmi, bizning nimamiz, hobbimiz futbol bo'ladigan bo'lsa, futbol bo'ladigan bo'lsa, mana shu hobbini mana shu o'ziga berib qo'yish kerak, singleton qilib primoy yaratadi-da shu yerda. Masalan, bitta hobbi bor edi. U ekrandan kiritilishi mumkin-ku, masalan, hobbi to'g'rimi? Mana bu joyda. Hobbi bo'ladigan bo'lsa, masalan, yoziladi hobbi. Xullas, mana shu yozamiz mana. Futbol o'ynash hobbi. Endi mana bu joyga berib qo'yamiz o'shani hobbi. Xullas, bu singleton list, endi mana bu empty listni bittalik variantida bu. Singleton list. Bitta endi hobbisi bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'shanaqa view hisoblanadi, ya'ni yengil obyekt hisoblanadi. Bu ham xotiradan 10 ta joy ajratib o'tirmaydi. Bu bitta ham joy ajratmaydi. Endi qaranglar, mana shu singleton list undan ham qizig'roq, ichiga kirib ko'ramiz buni nimalar borligini singleton list. Demak, bu return qilar ekan list, return qilar ekan generic tipda list. Return qilyapti new singleton list qilib. Buni ichiga borib ko'ramiz. Singleton list mana element object qaytaryapti. Demak, xo'p, mana bu singleton listga borib ko'rishimiz kerak endi. Mana bu o'ziga kirib ketdi. Xo'p, buni element, mana shu o'zida ekan mana. Singleton list degan bu ham demak inner class ekan mana. Collections classning ichida singleton list degan inner class bor. Mana bu extends olgan, mana abstract listdan va mana serializable'lardan extends olgan. Mana collections ichidagi endi bu nima? Inner class. Inner classning ichidagi nimalarga qaranglar. Bunda mana bu element degan o'zgaruvchi turibdi. Element. Bu singleton list arrayda saqlab o'tirmaydi, chunki bu faqatgina bitta element ishlaydi-ku o'zida. Bitta element ishlaganidan keyin mana bu joyda array qilib yurishi shart emas-ku, to'g'rimi? O'zida bitta o'zgaruvchida saqlaydi ma'lumotni. Endi biz ham mana bunaqa qilsak to'g'ri bo'larmidi, masalan, mana shu joyda bitta dona hobbisi bo'lsa, mana buni kommentdan ochsakda, bitta dona hobbisi bo'ladigan bo'lsa, array listga add qilib, o'sha futbol degan hobbini solib qo'yib, o'sha narsani array list qilib mana bu joydan berib yuborsak, mana shu to'g'ri bo'larmidi? Bitta uchun boshqa hobbi yo'q, bitta hobbi bor masalan. Bu to'g'ri bo'lmasdi, chunki buni ichida ana array listning ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, bu array list birinchi navbatda boya aytganimizdek, buni default capacity'si 10 bo'ladi. Xotiradan 10 ta joy ajratgan holatda array ochadi, to'g'rimi? Array bo'ladi. 10 ta arrayning 0-indeksda o'sha futbol turadi. Qolgan indekslari 9 ta indeksi null turadimi, bo'sh turadimi? Ulardan berib yuboradi keyin ular. Ham xotiradan o'sha joyni ajratadi, ham o'sha og'ir bo'lgan obyektni parametrida berib yuboradi. Demak, bundan ko'ra birgina nima bo'ladigan bo'lsa, bittagina mana bunaqa element bo'ladigan bo'lsa, biz singleton listdan foydalansak yaxshiroq emasmi? To'g'rimi? Singleton list ichiga kiradigan bo'lsak, mana ichida singleton list array qilib saqlab o'tirmadi. Boyagi futbol degan tekst bor-ku. Hobbi. O'shani mana shu elementga saqlab qo'yadi mana. Bu E tipida. Bu nima narsa? Generic. O'sha bunga string bo'lsa ham, integer bo'lsa ham, boshqa klass bo'lsa ham saqlab qo'yadi. Mana elementni shunga saqlab qo'yadi va bu narsa nima qaytarar ekan? Tak, yana nimalar bor? Size nimani qaytaryapti mana? Birni, chunki birda aniq bu. To'g'rimi? Aniq bir. Xo'p, getda nima bor? Qaranglar, getda agar indeks kirib kelgan indeks 0 bo'lmasa, 0 dan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, index out of bound exception tashiydi. Chunki buni faqatgina 0-indeksda element bor deb ko'radi, lekin 0-indeks ham emasda bu. Bu yerda array ham yo'q aslida, to'g'rimi? Bitta element turibdi xolos. Agar mana 0 ga teng bo'lmasa, exception tashiydi. 0 bo'lsa-chi agar kirib kelgani, elementni qaytarib yuboradi o'zini. Chunki bitta o'zgaruvchida turibdi u. Bittada turibdi, bitta. Replace all. Sort hech narsa qilmayapti. Nima uchun sort hech narsa qilmayapti? Bir dona narsani sort qilib bo'lmaydi. Xo'p.
u qolgani keyingisiga o'tib ketdi. Mana singleton map, bu yoq singleton mapga o'tib ketdi. Bo'ldi, shu narsa mana ichidagi klass edi bu. Singleton list demak mana. Bitta narsani hobbisini berib qo'ydik va o'shani berib yubordik. Bu yoqdan forward aylantirsa ham bu narsa chiqib turadi baribir. Mana shu ishlatib ko'rsak ham bo'ladi mana. Bitta chiqadi. For bir marta kiradi. Qolganda aylanmaydi. Mana hobbi kirib keldi. Hop, endi bizada pustoy umuman hobbisi yo'q emas. Hobbisi bitta dona ham emas. Hobbisi endi ko'proq bo'lsa nima qilish kerak bo'ladi? Hobbisi ko'proq bo'lsa? Yo'q, men hobbisi ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu erelistdan foydalanishga majburmiz endi qolganda. Endi mana bu narsalar empty, hobbisi yo'q bo'lsa empty qilamiz. Hobbisi bir dona bo'lsa singleton list qilamiz. Endi ko'p bo'ladigan bo'lsa mana shundan foydalanishga majburmiz. Mana buni ham endi hobbis deb qo'ydik. Mana shunaqa. Hobbis deymizda, mana bu joyda masalan futbol. Ko'proq empty list ishlatilmasa kerak menimcha. Empty listmi? Hobbisi yo'q bo'lsa desak ham. Da, singleton list ham ishlatiladi agar shunaqa bittalik bo'ladigan bo'lsa. Shunaqa. Tekshirilish kerak. Erlist o'zini qanaqa qilib tekshiramiz? Yo'q, hali mana front-enddan bizga ma'lumot kirib keladi-da sizda. Front-enddan ma'lumot kirib kelgan payti o'sha kirib kelgan ma'lumot nechtaligiga qarab turib, qaysini berib yuborishni hal qilamiz. Kontrollerga kirib keldi ma'lumotlar, kontrollerdan servisga yo empty list qilib berib yuboramiz servisga yoki bo'lmasa singleton list qilib berib yuboramiz yoki shunaqa qilib array list qilib, agar ko'p bo'lsa array list qilib berib yuborishimizga to'g'ri keladi. Xullas, ishlab olish kerak. Shunaqa. Endi hozir bunaqa narsalarni hozir biza zarurat sezmaymiz-da hozir. Qachon sezasa bu zaruratni keyin hozir masalan mana shu darslar mobaynida keyinchalik Spring frameworklarni o'tgan paytimizda buncha zarurat sezmasligimiz mumkin, chunki xotiralarni to'ldira olmaysizlar-da siz hozircha. Xotiralarni to'ldirish uchun ko'p data bilan ishlash kerak. Sizlar bu narsaga o'sha proyektlar bilan, real proyektlar bilan ishlaganda duch kelishni boshlaysizlar viewlarga. Database saqlanadi, arrayga saqlanmaydi. Database saqlanadi, lekin kontrollerdan repositoryga borguncha biz array list orqali berib olish kerak bu yerga. Kontrollerdan qabul qildik, kontrollerdan servisga ketish kerak, servisdan repositoryga ketish kerak, to'g'rimi? O'shatgacha mana borish uchun array listni berib olish kerak. Masalan, bitta sklad bor, bitta kemalar to'xtaydigan bitta port bor. Portdan skladgacha nimada olib boradi bu narsalarni, kelgan narsalar. Masalan, furalarda, traklarda olib boriladi, to'g'rimi? O'sha trak yoki furalar o'sha array list masalan. Portda ma'lumotlarni oldida skladga olib borib tashadi. Sklad o'sha database. Buning uchun o'sha array listlardan foydalanish kerak. Endi sizda masalan deylik, o'sha keldida bitta deylik, kichkinagina bitta sumkacha keldi. Sumkachani olib turib furada berib yubormaysiz-ku nimaga? Skladgacha, to'g'rimi? Sumkachani endi bitta kichkina sumkacha bo'ladigan bo'lsa, uni bitta kichkina mashinada, yengil mashinaga olib turib berib yuborish kerak. Ham xarajat kam bo'ladi, ham pul ham kam ketadi, xullas. Shunaqa. Hayotda ham shunaqa, xullas. Endi view o'sha yengil mashinada, view. Tushunasizlar? View yengil mashina o'shani qilib berib yuborishga qulay bo'lgan yengil mashina lightweight object hisoblanadi. Endi hozir biza bemalol array listda berib yuborib o'tiribmiz-ku. Masalan, proyekt qilganimizda ham array list qilib berib yuboryapmiz hamma narsani, to'g'rimi? Bor bo'lsin, yo'q bo'lsin array listda berib yuboryapmiz, masalan, hamma narsani. Lekin bunaqa narsa ishlatmadik-ku, hobbilarni ishda bor yo'qligini ishlatmadik-ku, lekin baribir ishlatsak ham menimcha array listda berib yuboramiz hozircha. Chunki bizda hozir zarurat yo'q, chunki bizning xotiramiz to'lib yotgani yo'q. Masalan, programmamiz qotib yotgani yo'q, to'g'rimi? Shuning uchun array list qilib berib olib yotibmiz. O'zbekiston saytlari shunaqa array listda berib yuboradi-da. Singleton list, empty list qilmagan. Oddiy ana GM sayti bor-ku, GM sayti. Bitta Cobaltga shartnoma ochsangiz ko'ramiz. Qotib qoladi. O'shalar shunaqa yaxshilab ishlagan. Xo'p, demak, bularni yaxshilab eslab qolinglar. Mana nimaga TextView faylni tashlab qo'yaman, mana mavzu o'tganimiz haqida
Bu yerda eng asosiy mana ikkitasini yozib qo'yganman. Empty view bilan single view. Ikkalasi. Xo'p, nimaligini tushunib oldinglarmi? View nima degan savolga javob bera olasizlarmi? View nima? Ha? Yengil mashina. View nima desa, Spark yoki bo'lmasa Nexus deb o'tib. Da, lightweight object. Xo'p, demak buni bo'ldik. Keyingi o'tadigan narsamiz endi. Men bu вообще tushunishga qiyin bo'lgan narsa bu. Shallow copy bilan deep copy. Qarang, nomidan ham o'zi vahimali-ya. Deep copy degan to'liq ko'chirishni. Kopya olish. To'liq kopya olishdan chuqur kopya olish, shallow copy, yuzak kopya olishdan. Bularga o'tamiz endi sekin. Tushunish sal qiyinroq bo'lgan joyi mana shu. Tak, mana buning ichidagi kodlarni Yengil obyektlarni saqlaydigan klass, to'g'ri? nima? Klass view. View mi? Klass. Mana bumi? Empty list. View nima desa, yengil obyektlarni saqlaydigan Object, yo'q, class emas, object deysiz. Object desangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu object qaytaradi mana. Collections empty list deb turib chaqirsangiz object qaytaradi. Mana list tipidagi object qaytaradi. O'sha yengil object xullas. Lightweight object. Qayerlarda kerak bo'lishi maqsadini menimcha tushunib oldinglar. View nima desa o'sha lightweight object. Yengil object. Xullas mana bu joyda yozilgani ham bor mana. View bu collections frameworkidagi lightweight object mana. Implements nima ekan? Collections yoki mapdan implements olgan bo'lishi mumkin. Viewlar. Shular xos. Collection master rostdan ham ko'rdinglar-ku hozir. Singleton listda nima bor edi? Collection bormidi u yerda? Bitta elementda turuvdi. U collection master u bitta elementda turuvdi. Shu narsa. Xo'p, bo'ldimi? Bunga o'tiramizmi? Demak, shallow copy and deep copy. Shunga o'tamiz endi. Tak bu yoqdan package yaratib olaylik. Mana buni alohida package ga yozishim kerak aslida. Yoki alohida klassga yozib qolamiz. Main buni ichiga mana bilan o'tkazib qo'yaman. Xo'p, buni klass tashlayveraman-da keyinchalik. Xo'p, buni bitta package bilan qilishimiz kerak ekan, to'xtalayman buni. Package shallow copy deep copy shallow copy deep copy dedik. Tak, birinchi navbatda shallow copy ga misol ko'ramiz. Qaranglar, shallow copy example. Xo'p, bu yerda main ni ochib olamiz. Main ichida endi mana shu joyda examplelarni boshlaymiz. Tak, konstruktorlar haqida mavzuni biz OP darslarda o'tganmiz. Konstruktorlar haqida. Endi konstruktorlarning qanaqa turlari bor deysizlar-mi konstruktorlar? Parameterized konstruktor bor. No argument konstruktor, default konstruktor. O'sha uchtasini biz OP da o'rgandik. Endi copy konstruktor degan yozilgan joyi ham bor edi, agar kimdir eslasa. Copy konstruktor. Ularni endi keyin o'tamiz deb aytib qo'ydim-a. Hozir mana o'shani vaqt keldi. Copy konstruktor degan narsa bor. Copy konstruktor u obyektni kopya qilish maqsadida ishlatiladigan konstruktor bitta. Obyektning yangi kopyasini olish maqsadida ishlatiladi. Copy konstruktor. Boshqa kopya oladi. Yangi obyekt yaratadi, copy konstruktor. O'shanaqa copy konstruktor biz yaratsak bo'ladi.
Copy konstruktor. Xo'p, o'shandan bitta misol ko'ramiz endi copy konstruktorga. Tak, birinchi copy konstruktorga example ko'ramiz mana reja bo'yicha. Tak, uning uchun bitta yangi obyekt kerak, bitta boshqa obyekt. Ham joyda employee deymiz, masalan employee. Qanaqa bir ishchi employee ni masalan string name bor. Private masalan deylik. Tak, employee bo'lgandan keyin salary'si bo'ladi. Salary'sini nima qilamiz? Long qilamiz. Salary. Xo'p, endi name salary qildik. Name salary qilganimizdan keyin bu yerda bitta konstruktor yaratib ko'ramiz. Public employee mana bu joyda string name kirib keladi va long salary kirib keladi. Xo'p, bu konstruktor mana bularga qiymat berish maqsadida ochiladigan konstruktor. Mana bu this name ga deymiz. This name ga name ni solib qo'y. This salary ga salary ni solib qo'y. Bu oddiy mana parameterized konstruktor derdik-a bu narsani. Xo'p, agar oddiy mana bunaqa yozib qo'ysak, public employee просто mana shunaqa yozib qo'ysak, bu no argument konstruktor. Default konstruktor bormi bu yerda? Yo'q. U yo'q edi. Bu shunaqa. Endi bu yerda hozir copy konstruktor yozmadim hali. Copy konstruktor yozilmadi. Copy konstruktor yozishimiz uchun tak mana bularni o'chirib qo'ydik. Hozir mana bu joyda employee dan yangi obyekt yaratsam, mana bunaqa qilib employee teng new employee. Employee dan yangi obyekt yaratgan paytimizda mana bunaqa beraversak bo'ladi. Masalan, name Ali, salary'si masalan 500. Bu longmidi? L yozib qo'yishimizga to'g'ri keladi, longligini bildirishimiz uchun. Xo'p, yangi obyekt yaratildi. Endi biz ham mana bunaqa qilsak, qaranglar. Employee yangi employee yaratamiz. Mana joyga employee 2 deymanda, barobar bilan tepadagina employee ni solib qo'ysam bunga. Hozir nima deb o'ylaysiz? Kopiya qildimmikan buni? Kopiya qilmadimi? Hech qanaqangi kopiya qilinmadi. Prosta silkasini olib qo'ydi xolosda. Hozir mana bu joyda employee setterlar ochaylik mana bu yerda. Alt insert. Hozir getterlar ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkalasiga ham getter setter ochaman men. Getter setter. Qaranglar, employee 2.set qilamanda, set salary qilamanda, salary'sini 900 qilib qo'yaman mana. 900. Bu employee 2nikini qildimi hozir? Endi pastdan mana buni chiqarsak, employee 1 ni chiqarsak endi SOUT qilib ekranga employee 1 deb turib chiqaradigan bo'lsam, buni toString'ini yozmadik hali. toString yozib qo'ydik bunga. Generate. toString yozamiz. Employee 1. Random bosamiz. Xo'p, 900 bo'lib qoldimi? Nima uchunligini tushunyapsizlarmi? Hozir employee 2 ni o'zgartirdim-ku, nima uchun employee 1 dan ham o'zgarib ketib qoldi? Hozir Hamma ham tushunmadi? Bitta ko'ramiz. Shunaqa. Xo'p, bu yerda ana xotirani yaxshilab bilishimiz kerak-da. hozir shunda employee 1dagi obyekt o'chib ketmadi. Yo'q. Ya referans uzilmadimi? Просто ikkalasiga ham referans bog'lanadi. Xotira bittada ikkalasi uchun. Hop, bu mana bu main bu stackda ochildi. Mana bu stack. Main uchun stack frame ochildi. Mana bu main stack frame. Va main stack frame ichida employee 1 ochdimmi birinchi? Employee 1. Baravar. Hop, buni employee 1 o'zgarishini
new employee qilgan paytim klipdan ochildimi? Yangi obyekt. Mana bu yangi obyekt deydi. Bu new qilib yozgan paytim ochildi. New employee. Masalan, yerga qo'yaman. New employee. Va bunga Ali bilan mana 500 ni solib qo'ydik. Ali ismi Ali, oyligi 500 dollar deylik. Ochildi. Va buni adresi, mana deylik, mana bu adresi 1 2 3 degan adresda turibdi. 1 2 3 degan adresda turibdi. Mana shu adresi bunga solib qo'ydim. 123-uyda turibdi deganda. 123-uyda turibdi deb mana bu eslatib turibdi. Employee 1. Endi employee 2 ochdim bu yerda pastda. Employee 2 ochdimda bunga employee 1 ni solib qo'ydik-ku. Employee 1 ni solib qo'ygan paytda o'sha mana bu adresni ham mana bunga solib qo'ydim. O'sha adresni. Endi mana bu ham bunga ham aytdik-da, sen ham eslab tur. Mana shu objekt 123-uyda turibdi. Demak, o'zgaruvchi bitta obyekt ushlab turibdi. Shunaqa. Bunga ham aytdik-da. Sen ham eslab tur, o'sha 123-uyda turibdi mana shu obyekt. Bunga ham aytdik. Endi mana shu employee 2 ga aytganda sen borib o'sha 123-uyga bordi, oyligini 9 dollar qilib keldi. Mana bunga aytdim, employee 2 ga. Employee 2 bordida oyligini 900 qilib keldi. 900 qilib keldi. Keyin pastga o'tgandan keyin aytayapmanki, employee 1 ga buyruq beryapman. Sen oyligini yetishib pul ekan bilib kelyapti. Employee 1 bordi. Employee 1 bordida oyligini yetishib pul ekanini ko'rib turib, mana shu 900 chiqarib berdi, to'g'rimi? Nima bo'lgan shuninglar? Bitta adres ushlab turibdi ikkalasi, ha? Shundan keyin mana bu employee 2 da o'zgartirganim employee 1 ga ham ta'sir qildi. Tushunyapsizlar? Bu yerda hozir bu shallow copy emas, aslida deep copy emas. Bu prosta objektning mana referensini mana keyingi objektga solib qo'yish. Tushunyapsizlar? Ikkalasida ham o'zgarib ketaveradi, maqsad. Bittasini o'zgartirsa, keyingisida ham o'zgarib ketaveradi. Tipda? Primitiv tip bo'lsa, primitiv tiplar o'zgarmaydi. Chunki primitiv tiplar adresi o'shaniki primitiv. Bitta en ochib bir yozmaydi, en ochib, en hisoblay. Ha, primitiv tiplar emas. Mana shu referens tiplar bo'lishi kerak. Buning uchun hozir mana shu referens tipni ikkalasi ham long ochdik. Mana shundan keyin shunaqa bo'lyapti. Ko'z mana bunda ham o'zgaradi. Mana employee-da ham o'zgaradi bu narsa. Ular bitta adres ushlab turganligini tushundinglar? Shunaqa narsa bo'ldi. Endi biz buni kopiya qilishimiz kerak, buni. Tak, ikkalasini ham kopiya qilishimiz uchun copy konstruktor degan narsa bor. Copy konstruktor ham baribir ham uni kopiya qilib o'tkaza olmaydi. Kopiya qilib o'tkaza olmaganidan keyin biz boshqa narsadan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Yo'q, objektda mana bunaqa narsa bor mana. Object klassida mana bunaqa clone degan metod borda. Object klassida deydi, clone degan. Objects deydi adashmasam bu. Objects. Objects chaqirib olaylik birinchi. Objects .clone. Tak. Objects clone qani? Deep equals hash code hash toString compare. Xo'p, clone o'zgartiramiz hozir, clone qilamiz. Clone qilishga o'tamiz. Tak, hozir demak, copy konstruktorni bitta ko'rib olaylik. Birinchi clone ga o'tishdan oldin employee ga kelamizda copy konstruktor yasaymiz endi. Endi mana shuni copy konstruktor orqali ham ko'raylik. Shundan u copy konstruktorni ko'rishimiz kerak bo'lgan joyi ham bor hali. Nima o'zi copy konstruktor, o'shani ham ko'rishimiz kerak. Tak, yangi obyekt yaratib olishimiz ham bor-da, endi mana bu joyda yangi obyekt yaratib olishimiz. Mana bu joydan turib, yangi obyekt yaratib, unga parametriga bitta obyektni berib yuboramiz, o'shani kopiyasini yaratib beradi bizga. Birinchi narsani ko'raylik, keyin clone ga o'tamiz hozir. Tak, mana bu narsani tushunib oldik, bo'ldi, bu yetadi. Endi qaranglar. Mana bu joyda employee 1 bor, mana. Employee 1 bor. Endi employee ni yangisini yaratmoqchiman. Employee 2 yaratmoqchiman. Teng deymizda new employee qilib turib, mana shuni ichiga employee 1 ni berib yuborishim kerak mana. Unaqa konstruktor bormi? Yo'q, unaqa konstruktor. Uni yozishimiz kerak bo'ladi. Mana kelamiz bu yerga. Employee ga kelamiz mana.
o'sha konstruktorni yozamiz. Public employee yozamiz va parametrda nima kirib kelyotdi? Employee tipida employee kirib kelyotdi. Mana shuni yozamiz va bu yerda endi mana shu employeening yangi obyektini yaratish kerak bo'ladi mana bunaqa qilib. Yangi bu yerda obyekt yaratib o'tirmaydi, chunki new qilib yaratganmiz biz mana. Mana bu yerda new qilib yaratdik. Endi ichidagi filtrni mana bunaqa berib yuboramiz. This name ga barobar bilan employeening ichidagi get name ni beramiz. Pastidan this salary ga employee ichidagi get salary ni mana shunaqa holatda berib qo'yamiz. Mana shu narsa copy konstruktor deyiladi. Bu qaranglar, mana bu employee 1 ni kopiyasini employee 2 ga olyapman-da bu yerda. Employee 2 ga oldim. Mana shu copy konstruktor hisoblanadi, employee ichiga kelib turibdi. Endi mana shu narsani endi yana qo'llab ko'ramiz. Mana employee 2 ga boraman, .set salary qilamizda, bunikini 900 qilamiz mana. 900 va soutda employee 2 ni o'zgartirdimmi? Employee 1 ni chiqaramiz endi. Employee 1 ni chiqarib ishlatadigan bo'lsak, bunda 500 qoldi. Xo'p, bunda 500 qolgani sababi mana bu yerda men yangi obyekt yaratdim-ku. Yangi obyekt yaratib turib, uni obyektni manzilini berib qo'ymadim-da, ichiga kirib, prosta fieldlarni berib qo'ydim, mana fieldlarni. Fieldlarni berib qo'ydim. Endi u boshqa obyekt bo'lib yaratiladi. Yo'q, bir xil adres yaratilmadi. Mana bu boshqa adresda yaratildi. Boshqa adresda endi. Hozir qaranglar, employee 2 dan o'zgartirgan narsam employee 1 ga ta'sir qildimi hozir? Agar eshitmadim. 5-chi qoldi. Employee 1 da obyektlar. Ha. Bu endi kopiya qilishni bitta usuli, mana shuni bitta shallow copy desak ham bo'ladi. Shallow copy. Ya'ni bu hali yuzaki copy, hali deep copy emas. Hali yuzaki copy. Demak, bu yerda hozir mana shunday qilib copy konstruktor orqali kopiya qilib oldik mana. Copy konstruktor hamma tushundimi? Obyekt kirib keladi, o'sha obyekt orqali boshqa obyektni yaratish mana. Konstruktorga bitta obyekt kirib keldi, o'shandan xullas kopiya oldik. Endi o'zgarib ketmaydi, muammo bo'lmaydi endi mana. Boyaginda prosta o'zgaruvchiga solib qo'yadigan bo'lsak, muammo bo'lishi mumkin edi. Biza oldin masalan o'zgaruvchilar bilan ishlab yurgan paytlarimiz u narsa muammo emasdek tuyular, to'g'rimi? Boshqa o'zgaruvchiga solib qo'yib, boshqa o'zgaruvchi bilan ishlab ketish muammo emasdek bo'lishi mumkin edi. Endi bu yerda obyektlar bilan u narsa bo'lmaydi, lekin chunki obyektlar heapda saqlanganidan keyin, heapdagi xotirani manzili stackda saqlanganidan keyin bo'lmay qoladi u narsa. Shuning uchun mana shunday qilib copy qilishimizga to'g'ri keladi. Mana shu narsa shallow copy deyiladi. Xo'p, shallow copyga hozir yana bitta misol ko'ramiz. Deep copyga o'tishdan oldin birinchi navbatda mana shu copy konstruktorni yozib olinglar sizlar. Employee klassini yaratinglar-da. Mana bu copy konstruktorni yaratamiz. Bu men hozir birinchi employee ni yarataveringlar mana. Employee, keyin name bilan salary'si bor. All argument constructor, no argument constructor, keyin copy constructor ham bor. Endi shunda konstruktorlarning 4 tasini bilasizlarmi? Shunda o'sha default, no argument, parameterized constructor, copy constructor. Hop, bugun ko'pchilik kelmagan. Abdulaziz keldingizmi? Abdulaziz Baratov yo'q. Copy konstruktormi? Yo'q, copyni endi qo'lda yaratish kerak.
qilmasin. Name, mana bu copy konstruktormi? Mana bu copy konstruktor mana parametrda employee kirib kelgan. Mana mana shuni yozishinglar kerak. Yozib olinglarmi? Main routine. Mainda mana bu ikkita employee 1, employee 2 yaratilgan. Ikkalasini ham ko'rsatib qo'ymaylik. Yozib oldinglarmi? Yo, u obyektni o'zidan olgan bo'lsa klon degan chiqaveradi. Klonni bilan implementatsiya olib turib, klonni override qilib turib, deep copy qilamiz hozir. U mana bu hozir copy konstruktorga kerak emas u. Copy konstruktorga. U ana obyektdan nuqta qo'yib chiqardi-ku, obyekt klassini ichida emas, obyektni instance'ini ichida ekanda u. Obyektni klassini emas, obyektni obyektini ichida ekan. Obyektini ichida klon. Buni bo'ldinglarmi yozib? Hozir. Xullas, shello copy qildikda hozir hali sal yuzakroq, lekin hozir bunda yana muammo bo'lishi mumkin bu copy konstruktor bilan. Bo'ldinglarmi? Hozir ko'rsam. Hamma yozib bo'ldimi? Qaranglar endi. Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsa, employee ni o'chirib turamiz endi.
Endi mana shu employeening masalan adresi bo'lsa, endi adres deganni ham adres degan alohida klass bo'lsa, klassning ichida klass bo'ladigan bo'lsa-da, ya'ni relationship deyiladi, klassning ichida yana klass ochsak bo'larmidi? Userning ichida passport degan bitta klass. Masalan, employeening ichida adres degan bitta klass ochsak bo'ladi. Klassning ichida klass ochsak bo'lar-da. Inner class. Yo, inner class emas. U ana field sifatida ishlatish. Klassning ichida boshqa klassni field sifatida ishlatish. Demak, mana bu joyda bitta boshqa klass yarataman. Mana adres degan. Adres, bu adresning ichida private string street name deymiz. Street name. Yana nima bo'lishi mumkin? Private string. Birinchi nima yozamiz mana? Region street name va mayli shu ikkala hozircha uzun qilib yozib o'tirmaymiz. Shu ikkalasini yozamizda bunga endi konstruktor yozaman. Oltinchisi ikkalasini ham qabul qiladigan konstruktor va booster konstruktor. Xo'p, getter setterlar bunga hozir kerak bo'lib qoladi. Biz ishlab ko'ramiz getter setterlar bilan. Xo'p, oltinchi getter setterlar yozamiz va bunga ham toString yozaman. toString. Xo'p, qaranglar, muammoni mana shu shellow copy qildik. Mana copy konstruktor orqali o'zgartirdik, ya'ni copy konstruktor orqali bitta obyekt asosida keyingi obyektni yaratdik, kopiya qilib, to'g'rimi? Endi mana shundan kelib chiqadigan muammo nimada ko'ramiz? Bundan kelib chiqadigan muammo. Hozir mana bu joyda normalligiga o'xshab ko'rindi bizga, o'zgarmadi hech narsa. Hammasi normallikdek ko'rindi. Endi biz mana shu doskada tushunib olishga harakat qilaylik. Birinchi mana shu joyda bo'ladigan muammoni. Xo'p, demak, hozir adresni yaratdim men. Adresni yaratdim-da. Mana shuni endi xotiralar bo'yicha ko'raylik. Sol. Buni ham o'chirtiraman, obyektni qaytadan yaratamiz. Hop, birinchi navbatda qaranglar. Adresni yaratdik-ku, lekin employeening ichiga berishimiz kerak o'sha adresni. Birinchi beri hozir doskada yozib ko'rsatib beraman keyin. Adresda mana shu region bor va street name bor. Endi employeening ichida o'shani field sifatida yozamiz. Proyektor ko'rinyaptimi hammaga? Private address degan tipda address degan bitta o'zgaruvchi ochamiz. Va buning konstruktorida ham o'shani kirib keladigan qilsak bo'ladi, mana bunaqa qilib. Oltinchi konstruktor, mana konstruktor ham kirib keladigan qilsa bo'ladi. Va bu endi copy konstruktor. Bo'ldi. Getter setterlarda u narsa yo'q. Xo'p, mana bu joyda toString deb yoza qolaylik. toString da ham bo'lsin u narsa. toString da yozdik. Mayli getter setterni ham qo'shamiz. Bo'ldi. Endi bu yoqdan yaratgan paytimiz xato berib qoldi-yu. Mana buni sal o'chirib endi boshqatdan ko'rsataman. Mayli buni hozir mana bunaqa qilib kopiya qilib, nima qilib kommentga olib turaylik. Pastdan alohida ko'rsataman. Endi mana bunaqa employee bir yaratmoqchiman hozir. Pastdan. Employee bir yaratishim uchun men nima yaratishim kerak? Adres yaratishim kerak-a? Qarang, employee birni yaratgan paytimda adressiz yaratishga menga imkon bermayapti. Imkon bermayapti. O'sha joyda endi adres yaratishim kerak. Adres teng new adres. Hop, region masalan. Toshkent street name. Beruni. Hop, buni yozdik. Endi mana bu joyda mana shu adresni berib yuborsak bo'ladimi? Mana shu adres orqali mana bu obyektni yaratdimmi? Shunaqa. Xo'p. Endi mana shu joyda adres employee'ni yaratib oldikda, employee'ni endi tak nimasini o'zgartirib ko'ramiz. Ya'ni copy konstruktor orqali copy olib ko'ramiz bundan. Copy konstruktor bor edi, bunda mana copy konstruktor bor. Employee orqali nima qilib ko'ramiz. Yangi employee yarataman-da, xolos endi employee 2 bo'ladi bu. Teng new employee deymizda. Buni ichiga mana employee 1 ni beraveramiz. Employee 1 ni beraverdim. Hozir muammoni ko'rasizlar, qarab turinglar. Muammoni ko'raylik, birinchi keyin tushuntirib beraman doskada.
Hamma ko'rinyaptimi proyektor? Abdulaziz, sizlarga ko'rinyaptimi proyektor? Xo'p, hozir employee 2 dan o'zgartiramiz. Mana adresini o'zgartirib ko'ramiz. Employee 2 точка tak set adres deymizda. Set adres deb turib, mana shu adresini o'zgartirib ko'ramiz. Bu yerga adres berib olishimiz kerak bo'ladimi? Tak adresini ichini olib, mana buni qilaylik birinchi. Get qilib o'zgartirib, keyin qaytadan solib qo'yamiz. Employee 2 точка get adres deymiz. O'shani bitta o'zgaruvchiga olamiz mana bunaqa qilib. Employee 2 ning employee 2 adres deymizda. Mana shunaqa qilib nomlaymiz. Employee 2 ning adresi. Mana shu adresini o'zgartirib solib qo'yamiz endi. Employee 2 adresini set region set street qilaylik. Set street endi boshqa ko'cha masalan. Alisher Navoiy deymizda. Streetini o'zgartiramiz. Endi mana shu employee 2 ga employee 2.set adres qilib mana shuni solib qo'yaman endi. Employee 2 adres. Xo'p, employee 1 ni SOUT qilib ekranga chiqarib ko'ramiz endi. Employee 1 null pointer exception chiqib qoldi. Qaysidan chiqdi? Mana buni yaratdik. Bunga employee 2 get adres qilib adresini oldik. Employee 2 adres set Navoiy mana shu null chiqdi menimcha. S out employee 2 adres. Bularni hozircha komment olib turaylik. Mana shunday. Xo'p, biz employee 2 ga o'tkazdik, mana buni. Employee 2 ga copy qilib o'tkazdik, employee 1 ni. Aytgancha, copy konstruktorimizga adresni qo'shmabmiz u. Xo'p, this adresga solib qo'yishimiz kerak edi. Employee ni ichidagi get adres qilib adresini solib qo'yishimiz kerak edi. Xo'p, solib qo'ydikda endi o'shani o'zgartiramiz. Xullas, mana employee 2 ning adresini oldim. Mana buni oddiygina yozib qo'ya qolay, bo'lmasa adres 2 deymanda. Employee 2 ning adresligi bilinadi-ku shunda. Adres 2 mana. Endi pastdagilarni ham bunda ochib, kommentni ochib ishlaymiz. Adres 2, mana bu joyda ham adres 2. Endi bularni bosamiz. Xo'p, tepada nimani yozib chiqardim? Mana buni chiqarib qo'ygan ekanman mana. Xo'p, qaranglar, employee 1 ni chiqardim hozir men ekranga. Employee 1 ni chiqargan paytim nima holat bo'ldi? Alisher Navoiy bo'lib ketib qoldimi? Employee 1 niki nima edi? Adresi. Employee 1 ning adresi Beruniy nimasi biz ko'chasi Beruniymidi? Street'i. Endi employee 2 ga kopiya qilib mana copy konstruktor orqali o'tkazdim-ku. Copy konstruktor orqali o'tkazganimdan keyin uni adresini olib, mana Alisher Navoiy qilib streetini o'zgartirib, employee 2 ga mana shu set qilib qo'ydim mana. Endi employee 1 ni qarasam, employee 1 ni street o'zgarib ketib qolibdi mana. Shunda hozir deep copy bo'lmabdi-da, chuqur kopiya bo'lmabdi-da hozir, to'g'rimi? Adresda obyektda u adres, obyekt alohida. Obyekt, mana adres alohida obyekt bo'lganligi uchun mana shu bo'lmay qoldi. Deep copy bo'lmay qoldi. Hozir mana shuni endi tushunishga harakat qilishimiz kerak. Uni tushunish qiyin, bilaman. Bu yoqda doskadan xotira bo'yicha tushunishga harakat qilishimiz kerak. Bundan avvalgini tushunganmi deylar, boya nima bo'lganini? Xuddi shu narsa bo'ldi-da, bu yerda hozir. Xuddi shu narsa bo'ldi, faqat klass ichidagi holat bo'ldi. Ko'ramiz. Yozib tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi navbatda biz user 1 yaratishdan oldin yangi obyekt yaratdik. Bu yoqda sal kattaroq yozish kerak. Plus main ichida mana main stackni yozib o'tirmayman. Bu yoqda employee 1 dan oldin adres yaratdimmi? Adres yaratdik-da, bu adresga nimalarni solib qo'ydik. Birinchi navbatda Toshkentni solib qo'ydim, Toshkent. Toshkent. Keyin buni ko'chasiga mana shu yozib qo'yib qo'ydik. Beruniy solib. Mana shu qilib solib qo'ydim. Bu adres obyekti edimi? Endi employee 1 ni yaratdim. Employee 1
employee 1'da yaratganda employee 1ga hisob qo'yish uchun yangi obyektni yaratdim, lekin yangi obyektni yaratgan paytim mana shu orqali yaratdim. Endi qaranglar, mana buni bu yerga yozib qo'yishning o'zi xato edi. Buni obyekt sifatida mana bunga yozishim kerak-da. Klaviatura bo'lganda Ctrl X qilib yozasiz. Qaytadan yozish kerak. Hop, mana bunga o'sha adres yaratildi. Kichikroq qilib yozasiz. Adresning obyekti. Adresning obyektida o'sha Toshkent turibdi. Pastda Berimni yozdim. O'sha obyektni mana bu adresdagi o'zgaruvchiga solib qo'yadimi? Solib qo'ydik. Endi employee'ga keldikda, employee'ning obyektini yaratdik. Employee'ning obyektini yaratayotgan paytimiz mana bu qavsning ichiga aligni berdim. 500 ni berdim, keyin adresini berib yubordim. Endi o'sha adresni berib olgan paytim bu adresning obyektini emas, o'shani manzilni berib yuboradi. Manzilni saqlab qo'yamiz. Mana bu endi nima yaratdi? Obyekt. Shu employee obyekti bunda ali turibdi. 500 turibdi. Va mana bu adresni manzili masalan 3 4 5 bo'lsa, o'sha adresda adres degan o'zgaruvchida 3 4 5 degan manzil turadi, to'g'rimi? Manzilni saqlab qo'yadi bizga, chunki mana bu yerda yaratgan paytimiz o'sha manzilni berib olgan bo'lamiz. Buni manzilini mana bu saqlab turgan bo'ladi. Buni manzili deylik, masalan 6 7 8 o'shanaqa manzillar. Bu saqlab turadi manzil. Demak, mana adresni manzilini belgilab qo'ydim mana bu yerda. O'zida mana bu manzilni ishlatdi. Mana manzilni ishlatdi. To'g'rimi? Tushunarli qarang. Mana bu obyektni ochgan paytda o'sha adres o'zini manzilini mana bu o'zgaruvchiga saqlab qo'ydi. Yangi obyektni bermadi, shunaqa manzilni saqlab turadi. Endi biz employee 2 ga ochdik. Employee 2 ochgan paytimizda nima bo'ldi? Employee 2 ni yaratdik. Mana shu joyda tushunishlar kerak bo'lgan joy edi employee 2. Employee 2 ga solib qo'ydik. Yangi yaratilgan obyektni, obyekt qanaqa yaratildi? Mana shu employee 2 uchun yangi adres yaratildimi? Yangi adres obyekti yaratildimi? Adres obyekti yangidan yaratildimi? Yo'q. Adres yo'q. Yaratilmadi. 3-4-5 Tushunasiz? Employee 2 uchun bu yerga o'tsak, mana konstruktorga o'tsak, yangi obyekt yaratilmadi u uchun, adres uchun. Hozir new kirib adres. Mana bu joyda. Yo'q, unaqa ham qilolmaymiz mana. Mana bu joyda yangi obyekt yaratilmadi. Endi buni ichida mana bu joyda employee, o'sha employeeni solib qo'ydik-da. Nimaga? Adresga o'sha adresni nimasini xotiradagi manzilni shunday solib qo'ydik. O'sha necha 3 4 5 mi? O'sha 3 4 5 ni shunday solib qo'ydik. Yangi obyekt yaratmadi. Ya'ni mana joyda employee uchun obyekt yaratiladi, lekin chunki new qildik-ku boya. New qildik, employee uchun yaratiladi mana bu. Mana bu employee 1, mana bu employee 2, to'g'rimi? Bu yerda endi kopiya qilindi, mana Ali alohida ochildi mana. Ali alohida ochildi. 500 ham alohida ochildi. Endi mana bu joydagi adresga nima solib qo'ydik? Mana joydagi adresga o'sha 3 4 5 ni solib qo'ydik. 3 4 5 ni shunday solib qo'ydik. Mana bu manzilni bunga ham solib qo'ydik. Chunki mana bu joyda berib olgan paytim, obyektni yaratgan paytim nimalar berib oldik bunga? Employee 2 ga yangi obyekt yaratayotgan paytimiz mana. Employee 2 ga yangi obyekt yaratgan paytimiz employeeni berib oldik. Buni ichida Ali ketdi, keyin mana 500 ketdi va adres ketdimi? O'sha adres ketayotgan paytim mana bu joyga konstruktorga keldi mana. Mana bu name ga get name qilib o'sha name'ini kopiya qilib o'tkazdik-a. Salary'ga get salary qilib salary'sini kopiya qilib o'tkazdik. Mana bu adresga, mana bu adresni kopiya qilib olib o'tkazdik-mi hozir yo manzilni solib qo'ydim. Manzilni solib qo'ydim. Shu joyda bo'lmay qoldi mana. Shu joyda bo'lmay qoldi. obyektni o'zini ko'chirib o'tkazarkan. Ichkarisida yana obyektni ichida obyekt bo'lsa, obyektni ichida obyekt bo'lsa to'xtab qoladi. Endi bu adresni ham ichida yana obyekt bo'lishi mumkin-da. Shu joylarga ham qarshi. Hozir uni o'ylamay turamiz. Umuman mana bu joyda o'sha adresni ma'lum qilib solib qo'yganidan keyin mana bu obyektning adresini bu employee 2 saqlaydi. Men maindan turib nimani o'zgartirdim? Employee 2 ni o'zgartirdim. Employee 2 ni ichidagi mana employee 2 ga buyruq berdim xullas. Employee 2 senda adres bor. O'sha adresni Alisher Novoyga o'zgartirdim. Mana employee 2 ga buyruq berdim.
employee 2 ga buyruq berdim. Adres bo'lsa endi o'sha adresni ko'chasini Alisher Navoiy degan ko'chaga o'zgartirdi. Bu adresga keladi nima qiladi? Mana shu manzilga murojaat qiladimi? Mana shu manzilga boradi, bu Beruniy degan Alisher Navoiyga o'zgartiradimki, mana bu ketadi, Alisher Navoiy deganga o'zgartiradi kim buni, to'g'rimi? O'zgartirdi, employee 2 o'zgartirdi. Endi pastga o'tyapmanda, mana employee 1 dan so'rayapman. Employee 1 qattiq turasan so'rayapman. Employee 1 boryapti-da, mana manzilga olib kelyapman employee. Mana bu obyektga boradi. Adresga keladi. Adres qaysi manzilda? Mana 345 o'sha yerga boradi. Mana bu get street qiladi, mana shuni streetni olib keladi. Qarasa employee 1 da ham o'sha Alisher Navoiy chiqib qoladi-da. Tushunganingizmi bo'lasizmi? Copy konstruktor yozsak bo'ladi. Bunda ishlaydi copy konstruktor yozsak. Faqat bitta narsa, uni adresi ham ichida yana bo'lsa-chi. Uni clonable-dan biz implementatsiya olib, clone metodi orqali qilishimiz kerak aslida. Tak. Endi biz ham mana qilib ham ishlab ko'raylik. O'sha copy konstruktor ishlab ko'raylik birinchi. U bo'ladi, ishlaydi unaqa qilsak ham. Lekin u tavsiya berilmaydi lekin. Tavsiya berilmaydi. Hozir muammo nimadaligini xullas hamma tushundi? Demak, adres bilan ishlagandan keyin shunaqa muammolar bo'ladi. Shuning uchun shu narsaga immindan e'tibor berishimiz kerak. Kopiya qilib boshqasiga olgan paytimiz o'tib ketib qolmasligiga. To'liq kopiya olishga. Da. Hozir deep copy qila olmay qoldik-da biz. Deep copy qila olmadik. Endi o'shanga borib kopiya qilishimiz kerak. Biz demak, copy konstruktor ham qilib ko'ramiz bo'lmasa birinchi. Mana bu joyda copy konstruktor qilishimiz uchun adresga nima kirib kelish kerak? Adresni o'zi kirib kelish kerakmi? Adres o'zi kirib keladi va mana bu joydagi this regionga va mana bu joydagi adresning ichidagi get region ni solib Hop, this salary'ga salary emas, bundan nima edi? Street name da. Street name'iga solib qo'yamiz. Adresning ichidan get street name qilib street name'ini olib solib qo'yamiz. Va bu yoqdan employee'ga kelamizda, prosta mana bunaqa qilib mana bu adresga mana bu employee'ni adresini solib qo'ymaymizda, boshqacharoq qilamiz. Bu yerda tepasida mana bunaqa qilib yaratamiz, new qilib. Hop, adres 2 bo'lsin. Teng new adres qilamizda, ichiga nimani berib yuboramiz? Mana employee'ning ichida kirib kelayotgan adres o'zi chiqib qolyapti. Mana get adres qilib ola qolamiz uni. Employee'ning ichida kirib kelayotgan adresini get adres qilib olamiz va mana bu joyda employee'ning ichida get adres nimasi endi? Adresini berib qo'yamiz. Copy konstruktor orqali. Xo'p, bu o'rning nima deyapti? Local variable address is redundant. Nimani tavsiya berasan? Inline variable. Ha, mana bu o'ziga solib qo'y deyapti, mana bu o'ziga. Inline variable. Mana bu barobardan keyin new adres qilib solib qo'ydi. Tushunmay qolishimiz mumkin, shunaqa turaversin. Xo'p, endi copy konstruktor qilib ko'rdik. Endi mana bu joyda employee'ni yozganimizda nima chiqishini ko'ramiz endi. Agar Beruniy qolsa ishlaydi. Beruniy qoldi mana. Alisher Navoiyga o'zgarib ketmadimi? Boya employee 2 dan Alisher Navoiy qilgan paytim employee 1 dan ham o'zgarib ketadi-da. Endi o'zgarmayapti, ko'ryapsizmi? Hozir copy konstruktor orqali erishdik bunga. Copy konstruktor orqali Beruniy o'zi qoldi. Agar mana shu copy konstruktorni qilmasamchi, mana bu joyda employee'da mana bu narsani kommentga olib, mana bu joyga boyagidagi narsa qilib qo'ysam, employee'ning ichidagi get adresini yozib shunday hisob qo'ysam, endi bu yerda nima bo'ladi endi? Mana bu employee 1 dagi Beruniy ko'cha Alisher Navoiyga o'zgarib ketib qoladi endi, to'g'rimi? Mana. Men nimadan o'zgartirdim, nimadan o'zgarib ketdi, hammasini menimcha tushundinglar bu yerda. Employee 1 turdi, unga tegmadim, men employee 2 ga tegdim mana. Employee 2 dan o'zgartirdim adresini. Employee 2 dan o'zgartirdim, employee 1 dan ham o'zgarib ketib qolibdi-da. O'sha muammo bo'ldi. O'shani yechimini qanday topdik hozircha? Bu hali bitta variant bu. Copy konstruktor orqali mana yana bitta mana variantini topdik mana. Mana shunaqa qilib yozdik va mana bu yerga adres 2 ni solib qo'ydik mana shunaqa qilib. Adres 2 ni solib qo'yganimizdan keyin ana u Beruniyligicha qoldi mana. Beruniyligicha qoldi.
Endi employee 2 ni ham chiqarib ko'raman. Employee 2 da qanaqa bo'lganini ko'ramiz. Mana employee 2 ni qaranglar. Alisher Navoiyga o'zgargan, employee 1 dan o'zgarib ketmagan. Kopiya bo'lganmi qolgan narsalar hammasi? Hamma narsa kopiya bo'lgan. Demak, endi alohida obyekt sifatida ishlayaptimi shunda? Alohida obyekt sifatida ishlayapti. Endi mana bu joydagi doskadagi adres bor-ku. O'sha adres ham endi new adres qilganimizdan keyin yana bitta obyekt adres degan. O'sha employee bilan ishlaydi. Mana adres bo'lsa 345 employee 1 bilan ishlaydi. Alohida ishlaydi. Bu endi obyektlarni kopiya qilish. Shunaqa joylarda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak-da. Chunki bu yaxshi narsa emas-da. Masalan, deylik siz shunday yuribsiz, Instagramga kirib qarasangiz nicknameingiz o'zgarib ketib qolgan. Tushunasizmi? O'zidan-o'zi nickname o'zgarib qolgan. Bu nimadan kelib chiqib qolishi mumkin? Shunaqa narsa obyektlarni kopiya qilishda qanaqadir xatoliklardan kelib chiqib qolishi mumkin. Boshqa odam nicknameini o'zgartirsa, sizga ham nicknameingiz o'zgarib qolishi o'shanaqa xatoliklardan kelib chiqishi mumkin. Masalan, ishxonada ham shunaqa bo'lsa. Ha? Ishxonada ham. Instagram xatosimi? Yo'q, ya'ni shunaqa bo'lib qolsa agar, o'sha obyektlar bo'yicha o'sha dasturchilar xatosi bo'ladi. Ya'ni bitta misol, shunaqa joylarda ehtiyot bo'lish kerak deyapman. Xo'p, bu narsa tushunarlimi? Bu orqali ham mana deep copy'ga erishsak bo'ladi. Endi adresning ichida nima bo'lishi mumkin? Masalan, adresning ichida yana obyekt ochishimiz mumkin masalan. Deylik, adresning ichida yana nima bo'lishi mumkin? Tak. Masalan, mana bu regionni bitta obyekt qilib ishlasak bo'ladi, to'g'rimi? Toshkent, shunaqa, masalan, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani deb turib yana obyekt qilsak bo'ladimi regionni? Shunaqa qilib obyektning ichida obyekt qilsak, unda ham mana copy konstruktor qilib yurishga to'g'ri keladi. Ulardan qochish uchun yana boshqa usuli ham bor, lekin boshqa usuli mana bu employee ni ichida hozir ko'rsatib beraman. Mana bunaqa qilib copy konstruktor qilib yurmasdan boshqacharoq kopiya qilib o'tkazish, klonni olish usuli ham bor, klonnini olish. O'sha usulni ko'rsatib beraman. Vaqtimiz bormi? Vaqtimiz bor. Xo'p, buni tushunganday bo'ldinglarmi shunda? Bitta yozib olamizmi mana shuni copy konstruktori? Sal tushunishga ham yordam beradi. Bitta yozinglar, faqat qarab o'tirish bilan tushunish qiyin-da baribir. Hozir ko'p narsa qo'shib tashlamadim, menimcha employee ni yozuvdinglar-ku sizlar. Adresni qo'shib qo'yinglar buni. Adresda tak nima bor mana. Region bilan street name bor xolos.
bo'lib qoldinglar. Bo'lib qoldinglarmi yo hali ko'pmi? Qaranglar, agar sal ko'proq bo'lsa hali deep copy'ni bitta ko'raylik, keyin qolganini bir gap bo'ladi. Yo'g'ini nima qilasizlar uni videodan yoki bo'lmasa klass tashlab beraman, o'shandan yozib olsanglar bo'ladi. Bo'ldi, qaraymiz. Bo'ldi, qaranglar, bo'ldi. Yozmay turinglar. Xo'p. Mana bu joyini o'zgartirmay turib, hozir yozmay turing. Qaranglar, mana bu joyda nima bo'lgan? Employee 1 bor, employee 2 bor. Employee, mana bu adres, mana bu employee birga tegishlimi? Mana bu adres. Employee birga tegishli. Employee 2 ga o'shalarni hammasini kopiya qilib o'tkazdik, bo'lmaydi, to'g'rimi? Kopiya qilib o'tkazdik. Uni endi copy konstruktor orqali qildik. Hozir mana bu adresga yoniga borib, ana qilib pastidan adres.set street name qilib, mana shundan o'zgartirsam, mana shu Navoiy deb turib o'zgartiradigan bo'lsam, employee 1 da ham, employee 2 da ham shu narsa bo'lib qolishi kerak mana. Alisher Navoiy. Nima uchun bunaqa bo'ldi, tushunyapsizmi? Chunki adresga. Именно o'sha adresda obyektda turuvdi, nimada, hipda o'sha adresni polni o'zgartirib yubordik. Shundan keyin mana bunda ham o'zgarib ketib qoldi. Employee 1 dan ham, employee 2 dan ham o'zgarib ketib qoldi. Endi mana shu adresni o'zgartirishni bu yerdan qilmasamchi? Bu yerdan qilmasamda, mana bu kopiya qilib olib bo'lganidan keyin qilsamchi? Adres set street name просто pastga tushirib qo'ysam bo'lar ekan. Alisher mana shunaqa qilib o'zgartirib qo'ysak. Bu birinchi employee'da o'zgardi, ikkinchi employee'da o'zgarmadi. Sababi kopiya qilib olib bo'luvdi-ku. Kopiya qilib bo'luvdi. Kopiya qilib olib bo'lganidan keyin adresni o'zi uchun ikkinchi adres obyektini yaratib oldimi? Employee 2 o'zi uchun adres obyektini yaratib olgandan keyin endi mana bu men o'zgartirgan adresim employee 1 ga tegishlimi bu? Mana bu adres bu employee 1 ga tegishli-da bu obyektni. O'sha adresni set street name qilib Alisher Navoiy qilib o'zgartirdim. Faqatgina employee 1 dan o'zgardi. Employee 2 dan o'zgarmadi, chunki o'sha employee 2 o'zi uchun boshqa adres obyektini yaratib bo'ldi. Mana bu joyda. Bog'liq emas bo'ldi o'sha. Tushunmay qolmadinglarmi? Mana bu adres demak employee 1 ga tegishlimi? Mana shunda employee 1 dan o'zgardi, employee 2 dan o'zgarmadi. Mana shunaqa qilib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p, endi copy konstruktordan foydalanmasdan bitta narsani ko'rsatib beraman. Tez ko'rsatib beraman, qaranglar. Copy konstruktorni olib tashlayman endi mana buni. Copy konstruktorni prosta olib tashlaymiz. Endi adresdan ham olib tashlayman copy konstruktorni. Tak, mana bu yerda yozib ko'rdinglar, demak copy konstruktor nimaligini bilasizlar. Ishlatib ko'rdik. Employee bu tarafida tursin endi. Mana bu joyda copy konstruktor orqali kopiya qilish, endi bunaqa qilib kopiya qilmaymiz xullas. Bularni olib turamiz endi. Tushunib turamiz. Demak, employee 1 yaratganmiz, mana shu employee 1 orqali employee 2 ni yaratishimiz kerak, kopiya qilishimiz kerak. Xullas, deep copy qilishimiz kerak endi, deep copy. Chuqur kopiya qilishimiz kerak, polностью kopiya qilib o'tkazishimiz kerak. Uning uchun biz endi clonable degan interfeysdan implementatsiya olamiz mana employee'da. Employee clonable bo'lishi kerak-da.
employee clonable bo'lishi kerak, klon berish kerak. Masalan, klonini ola olishimiz kerak biza. Endi implement olamiz. Clonabledan. Implement olganimizdan keyin bu joyda endi bitta metodi bor. O'shani override qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana bu joyda. Clone degan metodi bor. Ctrl A ni bossak, mana metodlar kelib chiqadi. Qaranglar. Hashcode qayerdan kelyapti bu? Objectdan. Equals objectdan kelyapti. Demak, mana bu clone ham qaranglar nimadan kelayotgan ekan? Objectdan kelayotgan bitta clone degan metod ekan. Bu clone ni ham mana bunaqa qilib override qilamiz. Faqatgina mana bunaqa qilib super.clone deb qo'yadigan bo'lsak, bu ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun yangi o'sha obyektning klonini yaratib turib return qo'yishimizga to'g'ri keladi bu yerda. Prosta ana super.clone deydigan bo'lsak, klon bo'lmay qoladi. Biz o'zimiz yozishimiz kerak, ya'ni override qilib o'zimiz o'zgartirib yozamiz-ku, to'g'rimi? O'sha narsani qilamiz. Xo'p, demak, qaranglar. Prosta var deb ketaman mana bu holatda. Var employee teng new employee deymizda konstruktoriga this name ni beramiz. Keyingisiga this salary ni beramiz va keyingisiga endi adres bormidi bizda? Adresni berishimiz kerak. Uning uchun adresni ham yaratib olishimizga to'g'ri keladi mana bu joyda. Demak, birinchi adresni yaratib olamiz. Demak, bu yerda var adres yozamiz. Adres teng new adres deymiz. Endi adresga nimalar kirib keladi desanglar, bu yerda adresga ana adres ichidagini yozamiz mana qilib. This adres bor-ku. O'sha adresini get region ni yozamiz va this adresning street name ni yozamiz mana shunaqa qilib. Endi mana shu tayyor bo'lgan adresni ham joyga beramiz mana qilib adresni. Shunaqa qilib klonni yaratamiz-da, mana bu joyda super klon emas, mana bu joyda endi employee ni mana qilib qaytarib olamiz, return qilib. O'sha employee ni clonable bo'lishiga yordam beradi, xullas kopiya qilib o'tishiga, kopiya qilinishiga yordam beradi. Endi bu yerda clone metodi orqali baribir klon qilamiz employee ga. Mana buni qilamiz. Endi qaranglar. Yangi employee yarataman. Employee 2 bo'ladi. Teng deymizda employee 1 dan nuqta klon qilib, mana shu klon orqali klonni olamiz. Endi bu qizil ko'rsatyapti, chunki bu obyekt qaytaradi-da. Mana qaranglar, klonga boramiz. Mana klonga boramiz. Return type objectmi? Objektni biz mana bu employee ga cast qilishimiz kerakmi shunda? Cast qilishimiz kerak. Mana bu joyda cast qilamiz mana qilib. Employee tipiga cast qildimiz, cast qilamiz va bu checked exception bor ekan buni. Checked exceptionni try catchga olishimiz kerak bo'ladi mana bunaqa qilib. Yoki try catchga yoki mas'uliyatni qoldirishimiz kerak umuman, olmasdan, ushamasdan. Try catch qila qolamiz bo'ladi. Mana clone not supported exception degan exception bor ekan. Mana bu joyda through new runtime exception. Mayli tursin bu ham. Mana shunaqa qilib klon qildik mana. Klon qilib bo'lganidan keyin endi buni sinab ko'rishimiz kerak-ku. O'zgaradimi yo'qmi? Mana employee 1 ni klonini olyapmanmi? Employee 1 ni kopiyasini olyapman deb tushunsak ham bo'ladi. Employee 1 ni kopiyasini olib, employee 2 ga solyapman. Endi mana bu joyda sinab ko'ramiz. Tepadagi adresga set street name ga boyagidek qilib ko'ramiz endi. Alisher Navoiy deb ko'ramiz va assout qilib ikkalasini ham chiqarib ko'ramiz endi. Employee 1 ni ham, employee 2 ni ham, ikkalasini ham chiqaramiz. Shunda employee 1 dan nima chiqish kerak bo'ladi streetida? Bunikini o'zgartirib yubordim-ku. Birdikini o'zgartirib yubordimmi? Alisher Navoiyga o'zgarib qo'yish kerak. Employee 2 da bo'lsa, Beruniy eski holatida qolishi kerak. Qoldimi? Mana Alisher Navoiy birinchisi o'zgarib ketdi, chunki birinchisiga tegishli edi boyagi adres, to'g'rimi? Employee 2 da bo'lsa, Beruniyligicha qoldi, chunki u klonini olib bo'ldi, mana bu joyda mana. Klonini olib bo'ldi mana. Bu narsani nima bilan amalga oshirdik? Clonable qildik. Mana birinchi navbatda implement soldik, clonable interface'idan. Mana employee ni clonable qildik. Kopiya qilsa bo'ladigan qildik xulasa. Keyin clonabledan nimani? Keyin nima qildik? Override qildik. Clonabledan clone metodi. Shunaqa clone metodini override qildik va hozir birinchi mana adresni ham shunaqa qilib clone qildik, employee ni ham clone qildik, shunaqa qilib return employee ni return qildik, shunaqa qilib clonini yaratdik.
yana klasslar bo'lsa, uni ham shu yerda yozib. Shu yerda hammasi shu yerda. Hamma logika bitta joyda yig'iladi. Yozib qo'ysangiz shundan. Bitta yig'iladi. Ha. Siz hozir boshqa klasslar bo'lsa, uni ichiga copy konstruktor yozib, har joyda bo'ladi-ku siz logikangiz. Bu clonable bitta joyga yig'adi logikani. Shunisi yaxshiroq. Xo'p, videoga yozildi. Mana nima muammolar bo'lishini ko'rdinglar. Mana shu narsa deep copy deyiladi mana. Ha, tashlab qo'yaman. Tak, video yozildi, bo'ldi.